hech kimdan bir lahzada voz kechmaydi. Inson bir kun uyg'onib birdaniga "Bo'ldi, hammasi tugadi" demaydi. Avval uning ichida nimadir senadi. Mayda-chuyda narsalardan boshlanadi bu sinishlar odatda. Keyin esa uning aytganlari eshitilmaydi. Dildagilari jiddiy qabul qilinmaydi. U yana bir muddat sabr qiladi, vaziyatni tushunishga urinadi. Qayerdadir yon bosadi, o'zini past oladi. Lekin hech kim ko'rmaydigan, bilmaydigan bir haqiqat bor. Inson ko'p hollarda o'z ichida baqirsa, o'z ichida faryod cheksa, ichidan yig'lasa, buni faqat o'zi va Robbisi biladi. Shuning uchun agar kimdir sizdan voz kechgan bo'lsa, undan "Nega mendan kechding?" deb so'rashdan avval bir narsa haqida o'ylab ko'ring. U sizning fe'l-atvoringizga, bila turib qilayotgan tanlovlaringizga qaramasdan, yoningizda qolish uchun yana qancha harakat qilsin. Sizga qaramasdan, sizdan voz kechmaslik uchun qanchalik qarshilik ko'rsatsin, qanchalik kurashsin. Menimcha, shu haqida o'ylab ko'rish kerak.